to'xtab qolaman. Vaqti-vaqtidan to'xtab qolayotgan paytimda telefon kelib qoladi. Men vaqti-vaqt ba'zida telefon kelib qolyapti, shuning uchun o'chirib turaman. Uni xafa bo'lmangizlar. Uzr endi menga bog'liq emas. Xolajon, mana shu narsaga, mana shu mikrofonga sizni bizga kelguncha qanaqa shikoyatlar bor? Endi xolamiz bizga kelguncha bo'lgan shikoyatlarni aytadilar. Men agar qisqacha aytib o'taman. Xolamiz kelganlarida nima ichsa shunaqa edi. Suv ichsangiz ham jig'ildon qaynashi, kuyishishlar, qiyinchiliklar, yana nima bo'lardi? Oshqozonda davleniyam ko'tarilardi. Davleniya ko'tarilardi. Oshqozon kislota qaynab turadi. Kislotali qaynab, jig'ildon qaynagan doim. O'tlarim ana dimnalib, nafas olishlarim qiyinlashib turardi. O'tlar tiqilib, qiynalib, nafas ham olishga qiynal, hansiraganda, ozgina yursa hansirardilar. Yana oyoqlarda hozir 1 minut. Shuni telefon kelib qoldi shunga. Oyoqlari tolishlar bo'lgan, ya'ni oyoqlari tolib, charchab, o'zlariga bo'ysunmaganlar. Tolib ketaverganlar. Mana men birinchi kelganlarida ko'rib, shunday o'tirganda bu yoqqa, yana bu yoqqa tashlaydi, quvvat yo'q, lanchlik yo'q, bo'shashib yotgan. Xo'sh, keyin yana qanaqa shikoyat bo'lardi? Bellar tolardi. Bellar tolib, charchoqlar ko'p edi. Yana ovqat yegim kelmay qoldi. Ovqat yegisi kelmay qo'rqib qolganlar. Endi ovqat yesam yana jig'ildonim qaynaydi, yana kekiraman, yana qiynalaman deb ovqat ham yegislari kelmay qolganlar. Uni ovqat shuni yegandan yoki biror narsa ichgandan birdan jig'ildoni qaynab, kuyishib shunaqa qilaverganlar. Yana keyin men doktorlarga bordim. Ovoz yo'qmi? Ovoz eshitilmayaptimi hozir? 1 minut. Shuni ovoz yo'q deb yozishdi-da bir kishi. To'xtab qolganish ne bo'ladi? Keyin ikkinchisi nima bo'ldi? Mana doktorlarga bordingiz. Nechta doktorga borib ko'rdingiz? Men bir nechta dekabrdan beri Malhametga bordim. Yana klinikalar shart emas, bir nechta klinikaga borganlar. Ya'ni Surxondaryoda bir nechta klinikaga borganlar. Klinikaga borgandan keyin ular nima qilishdi sizga? Ular shu dorilar yozib berdi. Bir sumka dori olib kelib oldim. Lekin bir haftadan keyin yana shu holatda sumka dori olganlar. Bir sumkani olib kelganlar, haligi o'zlarini qiynalib turib dorilar olib kelganlar, keyingi ukolni urganlar, nechina qilingan, lekin foyda bermagan undan. Undan keyin bu xolamizni yana meni boshqa joyga borishga harakat qilganlar. U yoqqa borganlar, endi bu degani tuzalmoqchi xolamlar. Tuzalishlik uchun bir necha joyga borganlaridan keyin, lekin natija qanday bo'ldi oxiri? Shu qolaverdi. Ukollarni olganingizdan keyin ko'paydimi, kamaydimi shikoyatlaringiz? Ukollarni olgandan keyin bir sho'pay yaxshi bo'lganday bo'ldimda, yana bir haftadan keyin yana shu o'z holatda. Ya'ni ukol dorini olib turgan paytda sal yengillashadi. Sal yengilga o'xsh. Nega? Bizni ichkarimizdagi vrachimizni, shifokorimizni og'zini yopamiz biz ukol dorini. Yo og'riq qoldiruvchi qiladi, spazmolitik qiladi yoki bo'lmasa boshqa narsalar qiladi-da, o'shanda og'riqlar kamaygandek bo'ladi. Og'riqlar kamaygandek bo'lganda biz o'ylaymiz, sal yengillashyapman deymiz. Lekin unda organizm o'sha gapini gapira olmay qoladi. Bizga men tiqilib qoldim deb ayta olmay qoladi. Undan keyin biz o'ylaymizki, yaxshi bo'layapman deb, yaxshi bo'lgandek bo'ladi. Undan ukol dorining ta'siri 3 kun turadi, 4 kun turadi. Ukollar tugagandan keyin 5-kun yana boshlab ketaveradi. Yana shikoyat bo'laveradi. Keyin haligi odam tushkundagi tushdingizmi, nima bo'ldi keyin? Charchab qoldim-da. Kasallikdan charchab qoldingiz. Doktorlarga borishdan ham to'xtab qoldim. Endi hech qanday doktorga bormayman. Men faqat ana tabiiy narsalarda nima suvga, vannalarga tushaman, sanatoriyalarga boraman deb qoldim keyin. Bironta ukol dori olish xohishi bo'lmay qolganlar. Chunki shikoyat bo'lavergandan keyin natija bo'lmagan, u yoqqa borganlar, bu yoqqa borgan, natija bo'lmaganlardan keyin to'g'risini aytsam, yurganlarida juda qiynalib turardilar. Qiynalib joydan turardilar, hansirab, o'tirgan joylaridan charchab ketaverib, nafasimni qilyapti, charchab ketyapman, quvvatim yo'q, lanch bo'layapman derdilar. Chunki birinchi gal kelganlar xo'jayinlar olib keldi. Olib kelgandan keyin mana ba'zida to'lachadan kelgan ayollarda bo'ladi, mana uylarda toshmalar bo'ladi. Shunaqa toshmalar ham toshib qoladi. Ba'zi bir holatlarda lanch, charchagan, quvvat yo'q, lanch va shunaqa bo'lib qoladi organizm. Keyin mana bu boshni bu tomonlar qotib qolgan. Ana undan keyin bizga keldi. Kelganlaridan keyin biz tashxis qo'ydik. Faqat davolash jarayoni qanday bo'ldi, xolajon? Hozir men juda yaxshiman. Yo'q, birinchi bosqich, birinchi kurs qanday o'tdi? Birinchi kurs qanday o'tdi? Birinchi kurs
charchab turdim. Ha? Nonlar mumkin bo'lmay qoldi. Hamma ovqatlarim, shiralar yemay qoldim. Lekin u foydali ekan. Men suyaklarim yengil bo'lib, hozir juda yaxshiman. Oshqozonlarimni kislotalar yo'qolib, og'rimay qoldi. O'tlarim ancha yaxshi bo'lib, nafaslarim yaxshi nafas olib qoldim. Juda yaxshi bo'lib qoldim, yengil bo'lib qoldim. Qarang xolajon, O'z holatda yurib qoldim. bir savol bersam. Masalan, siz bizga kelganingizcha ovqat yeb yurgan edingiz, to'g'rimi? Nima xohlasam non yeb yurgandilar. Bizga kelganlar non yeganlar, shirinlik yeganlar, meva-cheva yeganlar, nima yegitlari kelsa yeganlar. Ba'zi bitta odamlar shunaqa qiladiki, masalan, men aytaman, "Ey opa yoki amaki, shoshmay turing, ovqat yemay turing. Bu ovqat sizga zahar, bu ovqat sizga tiqiladi, foyda bermaydi. Hozir shuni yemang" desam, ular aytadiki, "Quvvatim qochib qolsa-chi, charchab qolsam-chi, yiqilib qolsam-chi, non yemasam yiqilib qolmaymanmi, non yemasam bo'lmay qolmaydimi?" Shunaqa qo'rquv bo'ladi. Bu xonamda xuddi shunaqa bo'lganda. Ichingizdagi vrachingizni og'zini non bilan bo'kiltirib, bekitib tashlagansiz, bekitib tashlagansiz. Non yeyavergandan keyin jigar tiqiladi, o't tiqiladi, ichaklar tiqiladi, butun organizm tiqilib qolgan. Xolamda qo'rquv bo'lardi. Ya'ni non yemasam quvvatim ketib qoladi, yiqilib qolaman, charchab qolaman. Non yemaganlaridan keyin mana hozir non yemadi. Non bir oy davomida nonni kamaytirib tashlaganmiz. Imkon bo'lsa yemang deb aytganmiz, keyin xolam yemadilar. Yemagandan keyin bilasizmi? Charchoqlar juda yaxshi, yo'qolib qoldi. Charchoq yo'qolib qoldi, jig'ildon qaynashi to'xtadi. Odamlar yillab jig'ildoni qaynadi. Shu xolamda jig'ildon qaynadi, kekirardi. Undan keyin lanjliklar, bo'shashishlar, quvvatsizliklar hammasi yo'qolib qoldi. Organizmda o'zining ichidagi vrach uyg'ondida, vrach uyg'ongandan keyin hamma joyda davolab boshladi. Bir boshidan davolab boshladi. Bosh yengillashdimi xolajon? Albatta, davlalarim yo'qoldi. Oldin kelganda davleniyasi bordi. Davlam ko'tarilmay qoldi. Ha? Demak, davleniya qachon ketadi? Davleniya jigarda tiqilma bo'lsa ketadi, bo'ladi. Ya'ni davleniyaning bitta belgisi, davleniya sizga shunaqa signal beradiki, "Ey xola, nonni to'xtating, nonni to'xtating. Tiqilib qoldi jigaringiz tiqilib qoldi, mana jigar tiqilib qoldi, jigarni ochib yuboring birinchi" deb aytayotgan bo'ladi qon bosim. Ya'ni qo'liga qon bormay qolgan, oyog'iga qon bormay qolgan, qo'liga oyoqqa qon bormagandan keyin qo'li oyoq uyushgan. Qo'li uyushgan, oyog'i uyushgan, boshi asabiylashgan, quvvati ketgan, charchagan. Shu belgining hammasi qon bormaslikning belgisi bu. Shuni xolam haligi yana ovqatni davom ettiraverganlar. Ya'ni boshqa vrachlar buni to'g'rilashmagan. Keyin biz nima qildik? Undan keyin ovqat shuni to'g'rilaydi, jigarni ochib, o'tini ochib, organlar qonni olib bortirib ko'rdik. Hamma organ qon borgandan keyin davleniya o'z-o'zini yo'qoldi. Ya'ni biz davleniyaga dori berganimiz yo'q xolamga. Masalan, biz davleniyasini davolaymiz deymiz, lekin qon tomirni ochib chiqamiz. Keyin ichingizdagi vrachingiz o'zi davleniya shuni o'zi tushirib keladi. Keyin oyoqlarda holsizlik qanday bo'ldi? Charchoqlar. Charchoqlarim oz-ozdan yo'qoldi. Kamayib boshlandi. Lekin birinchi bosqichda xolam qiynaldi. Nimadan? Nonni to'xtatishdan qiynaldi. Ya'ni o'rganib qolgan bo'ladi-da, odam oldin non yeyverib o'rganib qolgan bo'ladi. Hattoki pechenlar yeyman deb harakat qildi. Lekin xolam sabr qildi. Bu ajoyib holat. Haliga biz nimaga pechin yemayman? Pechin yesam, pechin ham, vafli ham, praynik ham bu hammasi un mahsulot, un tiqiladi. O'shaning uchun biz yemay turing xolajon, iltimos yemay turing dedikda, oxirgi xolam sabr qildilar. Undan keyin yegandan ko'ra yemaganda yaxshi. Hozir tana shunaqa bo'ldiki, yegandan ko'ra yemaganda yaxshi yuribdi. Ya'ni yeb tiqilib, qayerlarda dimlanib yotgandan ko'ra hozir davleniya yo'q. Qo'l oyoq holsizliklari yo'q. Charchoq yo'q yoki yursa yaxshilar yuradi. Birinchi kurs kelganlarda hamma joy qo'zib qolardi. O'ti bir qo'zirdi, bir yuragi qo'zirdi, bir ko'ngli aynirdi, qusardi. Ya'ni sizni hozir ko'pchilik odamlar bizda davolanayotgan bo'lsa, ko'pchilik odamlar bizning berayotgan mahsulotni ichayotgan bo'lsa, ichingizdagi vrachingiz uyg'onib boshlaganidan keyin ichingizdagi vrachingiz qayeringizni tiqilib qolgan tiqilma borligini birinchi ko'rib chiqadi. Misol, sizni birinchisi ichingizni surganimizdan keyin mana bugun ham bitta xolamiz keldi, ajoyib xola, hali uni ham ko'rsataman. Xolamiz aytdilarki, "Doktor, shunda ko'nglim aynidi, qusqim keldi, shunday tiqilganda behuzur bo'ldim, yomon bo'ldim." Nima bo'lyapti desangiz, ichingizdagi vrachingiz o'tingiz tiqilib yotganini shunday ko'radi-da xola, o'tingizni bo'shatmoqchi bo'ladi. O'tingizni tepaga qarab siqmoqchi bo'ladi. O'tingiz ishlab boshlaydi. O'tingiz shunday ishlab boshlamasa, o't qopi bilan ishlab boshlagandan keyin bu o't qopi tepaga qarab chiqadi yoki o'zi pastga qarab yuradi. Pastga qarab yursa ichingiz ketadi, tepaga qarab yursa ko'nglingiz ayniydi. Bu ichingizdagi immun sistema, o'sha o'zingizning vrachingiz ishlayotganining bir belgisi edi.
Undan xavotir olish kerak emas. Ana shunda o'tingizni bo'shatib olsangiz, keyin jigaringiz ishlab boshlaydi. Jigar ishlab boshlasa, boshingizni bu yeri og'rishi mumkin, bu tomoni og'rishi mumkin, bu bo'yinlar og'rishi mumkin. Nega? Shu yerda tiqilmalarni olib ketaveradi. Organizm jigar tozalab boshlaydi. Belingiz qotib qolgan og'rishi mumkin, oyog'ingiz og'rishi mumkin yoki bu qo'lingizda tolishda nega? Chunki qo'ldagi, oyoqdagi hamma zaharni jigar tozalab boshlaydi. Bitta tozalab ketaveradi. Tozalab ketaverganda u joyda qon aylanadi. Qon aylangandan keyin o'sha qo'lga qon keldi, oyoqqa qon keldi, boshga qon keldi. Qon shunday kelgandan keyin davleniya o'z-o'zidan sekin tushib yo'qolib boshlaydi. Mana shu ichingizdagi shifokorning ishlashi. U bizdan ko'ra, sizdan ko'ra mukammal ishlaydi. Nega? Qayerda tiqilma borligini biladi u. Bizning apparatimiz o'zimiz, emartamiz, katamiz, qonimiz, siydigimiz aniqlay olmagan joylardagi tiqilmani topib beradi. O'sha joyda tiqilmani o'zi tozalab beradi. Shuning uchun biz shu yo'lda tanlaganmiz davolashda. Mana xolamlarda ham hozir 2-kursda olyaptilar. Xolamlarda o'zgarish juda yaxshi o'zgardi. 2-kursda keldi, qo'zg'alish yo'q unaqa. Shuning uchun 1-kursda bo'lishi mumkin qo'zishlar. Har xil joylarda og'riqlar, ko'ngillanishlar, qusishlar, ichingiz ketishlar bo'lishi mumkin. Lekin biz shuni harakat qilamiz ko'p qo'zitmaslikka. 1-kursda sekin o'zgarish bo'ladi. Nega? Chunki uzoq payt bo'lgan, uzoq vaqt davomida tiqilib qolgan ichki organlar haliga tiriladi. Ichingizdagi vrachingiz sekin tiriladida, endi bir boshdan boshlab to'g'rilaydi. Boshdan boshlab oyoqqacha shu jarayonlar hammasini to'g'rilab beradi. Mana shu ichingizdagi shifokorning uyg'onish jarayoni deyiladi. Bu xolamlarga 2 kurs o'tkazyapmiz, chunki yoshi katta yoki bo'lmasam ichida ko'p shikoyatlari bor, anchadan beri qiynalib yurgan, anchadan beri masalan davleniyasi ko'tarilganlarga sekindan boshlaymiz. Ularda qo'zib ketib qolmaslik uchun, chunki yuraklarni ehtiyot qilish kerak, boshni ehtiyot qilish kerak, ichki organlarni ehtiyot qilish kerak. Ana shunaqa qilinadi. Agarda xolajon sizga rahmat yordamingiz uchun. Nimadir yana demoqchimisiz? Assalomu alaykum. Rahmat xolajon. Agar bir ikkita savollar bo'lsa, men o'zim javob beraman. Siz bemalol borib damda olsangiz bo'ladi xolajon. Bo'ladi? Menga bir gap yejamaya qiliblar. Ha, bo'ldi, uni aytaman. Qizlarga aytaman. Xolajon, ularga aytaman. Xo'p. Endi hozir men sizlarning savollaringizga bitta, ikkitalarga javob bermoqchi edim. Agarda mayli xolajon, Alloh taolo xayrli qilsin. Ba'zi bir holatlarda telefon kelib qolgan holatda ovoz yo'qolib qolyapti. Shuning uchun sana xafa bo'lmaysizlar. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Shular axlat bilan burun axlat analizi topshirdim. Pakana gija bilan zamburug' chiqdi. Hazmsizlik bor. Bu gija va zamburug' bilan bo'ladimi? Ya'ni bitta analiz topshiribdilar. Analiz topshirganlarda oqlik, shilimshiq narsa kelib, shilliq kelibdi va oq shilliq axlat bilan kelar ekan narsa bo'lar ekan. U yerda nima bor deyaptilar? Ya'ni hazmsizlik bo'lar ekan. Hazmsizlik bo'layotgan bo'lsa, sizda oshqozon ichak sistemasining kuchi yo'q. Oshqozon ichak sistemangiz kuchli ishlay olmayapti. U nima uchun desa, hozir zamburug' bilan gija bor deb deyapti. Endi zamburug'ni tozalagan eng yengil, eng oson narsa bu uyingizda turgan chayin suvda. Ya'ni kimdadir gribok bo'ladigan bo'lsa, antibiotik olmang deyishimga sabab shunda. Antibiotik ko'p qilmang deyishimga sabab shunda. Antibiotikda qancha qilsangiz, antibiotik shuncha qancha olsangiz, sizning ichingizda gribokni ko'paytirib yuboradi. Gribok bu zamburug'. Bu juda ko'p kasalliklar sabab bo'ladi. Ayollarda qichishlarga sabab bo'ladi, erkaklarda qichishlarga, terilarda qichishlarga, immunitet tushishiga, bolalarda yo'tallarga, yoki bo'lmasa astmaga, yoki o'sma juda ko'p kasalliklarga, mioma kistalarga sabab bo'ladi. Shuning uchun bitta narsani qilishingiz kerakki, siz imkon bo'lsa o'sha antibiotikni qilgandan keyin agar futsit beradi ba'zi vrachlarimiz, futsitni qilishdan ko'ra shu chayin suvdan o'shani yuvsa bo'ladi. Shu ichki organga, ya'ni yarim choy qoshiq xohlasangiz olsangizda unga solasiz, ustidan qaynagan suv solasiz. Qaynagan suvdan solgandan keyin deb bir ovoz chiqaradi, gazi chiqadi. Undan keyin 100 ml yoki 50 ml qilasizda, ovqatdan 1,5 soat, 2 soat ichib olasiz uni. Jig'ildoni qaynab yotgan odamlar bor, jig'ildoni qaynab qiynaladigan odamlar bor. Jig'ildoningiz qaynab, qiynalib, kekirib yoki bo'lmasa haligi oshqozoningiz og'riyaptimi, ovqat yemangda, ovqatni yoki yengilgina yeng. Ovqatdan keyin shu chayin suvdan yarim choy qoshiq, 1 choy qoshiq solib shuni ichadigan bo'lsangiz, jig'ildon qaynashlari shunday bosadi. Nega? Oshqozonda xalorik qisati ko'p. Xalorik qisati ko'p bo'lgandan keyin gipersekresiya. U gipersekresiyaning sababi asab bo'lishi mumkin, o't bo'lishi mumkin, ichak bo'lishi mumkin, sababi boshqa. Ovqatdan to'g'ri bo'lishi mumkin. Mana oshqozon shilliq qavati yemirilib qolgan bo'ladi. Shunda oshqozon ichiga shunday shilliq qavat, ichiga xalorik qisati shunday tekkandan keyin achishadi. O'shanda siz bu yoqdan chayin suvni shunday kiritsangiz, xalorik qisati bilan chayin suvda ikkalasi kirishadida, tuz paydo bo'lib qoladi. Ya'ni hech qanaqa achish bo'lmaydi oshqozonda. Og'riqlar to'xtaydi. Ana xuddi shunaqa qilib siz
osongina qutultirishingiz mumkin. Ya'ni o'zingiz yaqiningizdir, otangizdir, onangizdir, birinchi nonni to'xtating. Iltimos, nonni to'xtating. Kechqurungi nonni to'xtating, oq nonni to'xtating. Bizda hozir ustozlar shunaqa narsa bo'ldiki, haligi yaqinda men jonli efir qilaman, ya'ni 100 yil yashash sabablari, 100 masalan 100 ga kiradigan odamlar nimalar qilgan, nima ishlar qilsa odamlar 100 ga kirishi mumkin. Shuning sababi bor ekan. Ovqatni qanday to'g'rilash kerak, necha ovqat yeyish kerak, qanaqa yeyish kerak, o'shani hozir bitta video qilib beraman. Shunda non yo'q ichida. Ya'ni shu non yesangiz sog'lom bo'lasiz, non yesangiz umringiz uzoq bo'ladi, non yesangiz haligi davlengiz tushib ketadi, non yesangiz degan birontasi yo'q. Non yesangiz tiqilasiz, non yesangiz jigaringiz ketadi, non yesangiz o'tingiz ketadi, non yesangiz davlengiz bo'ladi, non yesangiz asalingiz chiqadi. Non yesa gormonal buziladi, non yesangiz oyog'ingiz og'riydi, non yesangiz bo'g'ingiz og'riydi degan tushunchalar bor. Shuning uchun men aytamanki, non juda ko'p zarar bo'lgani uchun bizda hozir oq non juda ko'p zarar, shuning uchun qora yesangiz ku mayli. Qorani yesangiz ko'p unaqa bo'lmaydi. Lekin mana hozir biri keladi, oq non yegan bola ichi qotib yotibdi. Oq non yegan bola xotirasi tushib yotibdi. Oq non yegan bola asabiy bo'lib yotibdi, injiq bo'lib yotibdi. Kerakmi bu shu bizga? Kerakmi? Nima qilasiz o'shani? Shuni bermay qo'ya qoling. Shuni asal bering, shuning joyiga ozroq qora non bering, kepak non bering. Yoki bo'lmasa bu o'shani yemasangiz ham xavotir olmang. Shunaqa yashaymiz, shunaqa sog'lom bo'lamiz. Ya'ni nonni hozir mana xolam aytyapti, yegandan ko'ra yemaganda sog'lom. Ya'ni oq nonni yemasangiz sog'lomroq yashaysiz. Davleniya chiqmaydi, bola asabiy bo'lmaydi, injiq bo'lmaydi, lanch bo'lmaydi, yoki bo'lmasa haligi ko'p kasal bo'lmaydi, immun sistema yaxshi turadi. Negaki jigar zo'r ishlaydi, oq non bo'lmasa. Ichki organ zo'r ishlaydi, o'sha nonlar bo'lmasa. Ana shu imkon darajasida kamaytirishimiz kerak. Yallig'lanish kuchli, nima yesa ich ketishi, charcha ketgan, iltimos. Ha. Nima yesalar ich ketadi deyaptilar. Ya'ni nima shunaqa odamlar bo'ladi. Ya'ni ba'zi bir odamlar sovib ketgan bo'ladi, yaxlab ketgan bo'ladi. Ular ozg'in bo'ladi. Masalan, ozg'in, ovqat singmaydi, yesa ham ovqat chiqib ketib qoladi yoki bo'lmasa semira olmaydigan odamlar bo'ladi. Bunaqa odamlar sportsmenlar bo'lishi, ba'zi sport bilan shug'ullanadi, ko'p yaqday suv ichadi, yaqday narsaga yeyadi, ana shunda ichakda spazm berib qoladi. Ichak spazm bergandan keyin unga siz ovqat bersangiz, ovqat hazm bo'lmaydi. Ovqatni chiqarib tashlayveradi. Shuning uchun unda ichkaridagi vrachni mazasini qochiryapmiz biz. Ichkaridagi vrach ichaklarda sovuq yeganingiz iste'mol qilganingizdan keyin ichagingizda hazm qila olmay qoladi. Shuning uchun bitta sababi bo'ladi. Ba'zida yosh bolalarda ham oldin ham aytganman, ichaklari yashil kelib qoladi. Bolangizning ichi yashil kelyaptimi? Demak, bolada ayb emas, ona sovuq narsa yeyapti, sovuq narsa ichyapti yoki sovuq o'tgan, yo bolaga o'tgan, yo onaga o'tgan. Shunday paytda bolani isiting yoki onani ovqatini o'zgartiring, issiq ovqatlarga o'tkazing. Issiq ovqatlar qo'yning sho'rvasi bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa qo'y yog'i go'shtlari bo'lishi mumkin, yoki yong'oq bo'lishi, asal bo'lishi mumkin, yoki qora sedanalar, bular issiqliklar hammasi tanani qizdirtiradi. Imkon darajasida sovuqligi oshgan odamlarga kapinsa qilmang. Sovuqligi oshgan odamning bo'yni qotib qoladi, bu tomoni qotib qoladi, beli qotib qoladi, oyog'i qotib qoladi. Qilmang, o'shalarning davleniyalari ba'zida ko'tarilib qoladi. Ularga nima qilish kerak desangiz, tanani isitib turib, yaxshilab massaj qilib, undan keyin yaxshilab nima qilsangiz bo'ladi. Yana savollar agar noqiladigan bo'lsa, xuddi shunday rahmat berayotgan maslahatlaringiz uchun. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh hammaga. Va alaykum assalom va rahmatulloh ustoz. Beldan oyoqqacha tomir tortyapti, hech yaxshi bo'lmayapti. Nima qilsam bo'ladi? Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Doktorimiz aytibdilar, beldan oyoqqacha tomir tortyapti deyapti. Ya'ni ba'zi bir holatlarda tomir tortadi. Tomir nima uchun tortadi desangiz, tomir qon kelmay qolsa tortadi. Bitta sababi qon kelmay qoladi. Qon nima uchun kelmay qoladi desangiz, beldan qisadi. Belingizda agarda qon tomirlarini qisayotgan bo'lsa, ya'ni umurtqangizdan shunday qon tomiri chiqib ketyapti. Qon tomiri chiqib ketayotgan joyda o'sha yerda siqib qolgan. Masalan, qon tomirda yoki nervda shunday qisib turgan bo'lsa, o'sha mushakni massaj qilib yuborishingiz kerak bo'ladi. Qisib turgan joyda massaj qilsangiz umurtqa pog'onani, undan keyin oyoqqa ketayotgan qon ochiladi. Yoki yaqday narsa oyoqdan o'tgandan keyin, sovuq narsa oyoqdan o'tgandan keyin, yoki bo'lmasa sovuq narsa yeyilgandan keyin, yoki ba'zi bir holda anemiyadan keyin, homiladorliklardan keyin bo'ladi. O'shanda siz eng yaxshi qiladigan ishingiz bu massaj qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha organlarni massaj qilib yuboradigan bo'lsangiz yoki issiq qizdiradigan bo'lsangiz yoki parafin qo'yadigan bo'lsangiz, unda qiziydi o'sha joyda. O'sha joy qizigandan keyin xavotirimi qon boradi, oyoqqa qon boradi. Hali men yana bitta darsga o'tib beraman sizlarga inshaalloh. Haligi bo'g'im og'riqlari yoki bo'lmasa haligi nekroz bo'lyapti, oyog'ingiz quriyapti, haligi yoki bo'lmasa bo'g'imingizda chirish bor, boshqa narsa degan narsalar bor. Haligi nekroz deydi. Ya'ni o'sha
o'sha narsani nimaligini tushunamiz hali. Ya'ni bu juda oddiy narsa. Qon bormay qolsa bo'ladigan narsa inshaalloh. Keyingisi va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Doktor, davleniyasi tushib ketadigan va past yuradiganlarda qanday e, dubaj tozalov qilish kerak? Agarda davleniyasi past bo'ladigan bo'lsa, dubaj qilmaganingiz ma'qul bo'ladi hozir siz. Chunki dubaj qilsangiz davleniya tushib ketib qoladi. Unda nima qilasiz? O'sha 500 millilitrli suvga bir yarim choy qoshiq solasiz, sal oyog'ingizni ko'tarib yotasiz. Sal teparoq ko'tarib yotib, keyin o'shani ichasiz. Chunki keyin vitamin iste'mol qiling. Albatta vitamin iste'mol qiling. Shundan keyin asal iste'mol qilsangiz bo'ladi. Asal davleniyasi past odamlarni asal ko'taradi. Vitamin kimga yetmay qolgan, buyragi quvvati kam bo'lsa, vitamin kam bo'lsa, yoki bo'lmasam o'sha organizm quvvati kam bo'lsa, ichagida disbakteroz bo'lsa, yoki bo'lmasam yeyotgan ovqatimdan quvvatini tiklab ololmayotgan bo'lsa, o'sha odamlarda disbakteroz bo'lgan odamlarda davleniyasi past bo'lishi mumkin. Davleniyani ko'tarishingiz uchun siz birinchi vitaminli narsa iste'mol qilishingiz kerak bo'ladi. Vitaminli narsa iste'mol qilgandan keyin organizmni yaxshilab quvvatini oshiring. Organizmingizni quvvati oshgandan keyin o'z-o'zidan joylashadi. Hamma narsa joyiga tushadi. Ya'ni keyin ertalab nafas gimnastika qiling. Albatta nafas gimnastika qiling. Nafas gimnastika qilgan paytingizda juda yaxshi o'zgaradi. O'tdagi toshlarni qanday tushirsa bo'ladi? U razmeriga bog'liq. O'tingizdagi toshlar agar kichkinalari 1, 2, 3 millimetrgacha bo'ladigan bo'lsa, o'tdagi dubaj qilib Morse usuli degan usul bor. Shu nomning tagiga men telefon nomeri yoki bo'lmasamga Telegram manzil qo'yaman. Morse usulida jigarni zo'r qilib tozalaganimizdan keyin haligi toshlar sekin-sekin erib tushadi. Mayda bo'lsa, agar kattaroq bo'lsa sekinroq eriydi. Albatta nonni yo'qotishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Agar 29 yoshda davleniyam chiqayapti, nima qilay deyaptilar? Hozir davleniya chiqayotgan bo'lsa, uni sababini topishga harakat qiling. Ya'ni buyragingizni ko'ring, ovqatlanishingizni ko'ring, o'tni ko'ring, jigarni ko'ring va asabni ko'ring. Hammasini to'g'rilab chiqqaningizdan keyin, agarda organizmni hamma joyini bir tekis ishlab bo'lsa, davleniya o'z-o'zidan tushadi. Hech qanaqa sababsiz haligi davleniya chiqmaydi. Ichki organlar qayerda tiqilma bo'lyapti-ku, o'sha narsadan keyin davleniya chiqyapti. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Parhezni qattiq rioya qilaman. Non umuman yemayman. Ratsiondagi mahsulotlarni salat ko'proq iste'mol qilaman. Robbimga shukr, alhamdulillah. Xuddi shunday biz ham harakat qilamiz. Mana shu yo'lga o'tdik. Ya'ni bir necha kundan beri biz shu yo'lga o'tdik. Agarda sizga sog'liq kerak bo'lsa, shu yo'lga o'ting. Men sizga aniq ishontirib aytaman, non yemagan kuningiz yeganingizdan ko'ra yaxshi yurasiz. Non yemay to'g'ri ovqatlangan kuningiz to'g'ri ovqatlanmagandan ko'ra yaxshi yurasiz. Yoki bo'lmasa hayotingizni o'zingiz javob bergan kunga o'tgandan keyin ukol dori berib, ukol doriga doktorga borgan kundan ko'ra yaxshi yurasiz. Shuning uchun, chunki nega organizm o'zini o'zi ishlatadi. Hozir shu kelayotgan bemorlarning mijozlarimiz aytadi, hozir deydi juda yaxshi yuraman, juda yaxshi yengil yuribman. Nega? Nima uchun desangiz, organizm o'zi ishlab ketib qoldi. O'shaning uchun biz faqat o'zimizni ishlatishimiz kerak. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Savolim bor. Men bir kekiryapman, qorindan bo'lyapti va nimadan bo'lishi mumkin? Ya'ni sassiq badbo'y kekirayotgan ekan, qorindan bo'lyapti. Kim agar kekirishi ko'p bo'layotgan bo'lsa, o'tingizdan bo'ladi. O't qopingiz bukilib, o't qopingiz tiqilib sizga signal beryapti. "Oy, biz tiqilib qoldik, bizning ichingizni bo'shating" deyapti. Endi magnit sulfatli dubajlarni aytganman, shuni qilingda, bosh miyalarida massaj qiling. Boshlarni bu yerda massaj qiling, bu joylarni massaj qiling, bu yoqlarni massaj qilingda, massaj qilganingizdan keyin boshingizda qon aylanadi. Keyin harakat qiling siqilmaslikka, harakat qiling ovqatni to'g'rilashga. Agarda o'sha narsalarni qiladigan bo'lsangiz, o'sha bosh miyalarda qon aylantiradigan bo'lsangiz, shunaqa yaxshi o'zgaradi. Inshaalloh organizmingizni ichingizdagi vrachingiz ishlagandan keyin hamma joyni o'zi to'g'rilab chiqadi. Bitta ichkaridagi vrachning nozik tomonini aytaman, bu juda nozik jihat. Men ba'zi bir holatlarda shunday kasallar keladiki, qiynaladi. Masalan, shu kasal tuzalarmikan deb o'ylayman. Mana yaqinda bitta kasalimiz keldi, tuzalarmikan, juda qiyin, og'ir kasal. Undan keyin men nima qildim? Ichidagi shu ichki sistemani to'g'rilashga boshladim. Ya'ni o't dimlanib yotgan bo'lsa, uni bo'shatdik, jigarni, gomeostazni to'g'irladik, kislorodni to'g'irladik, charchashlarni to'g'irladik, tanasini, umurtqalarini to'g'irlab boshladik. Hammasini to'g'irlagandan keyin bir kunda o'zgarib qoldi. Bir kunda o'zgarib ketdi. Shu ichkaridagi vrachning shunisi yaxshida, siz kutmagan joydan tuzalib ketib qoladi. Kasal shu tuzalmasa kerak desa, shuni tuzalib ketib boshlaydi. Bu unday bo'lmasa kerak, shunday bo'lib ketadi. Ya'ni ichkaridagi vrach ba'zilarda zo'r ishlab ketadi, ba'zida sekin ishlaydi. Shuning uchun men sizlarga ham buni tavsiya qilaman. Nega? Siz kutmagan joydan tuzalib ketaveradi. O'z-o'zidan tuzalasiz, kayfiyatingiz yaxshi bo'lib qoladi, ichingiz yaxshi bo'lib qoladi, ovqatingiz yaxshi hazm bo'ladi, quvvatingiz yaxshi bo'ladi, kun davomida yaxshi yurasiz, energiyaga boy bo'lasiz, xotirangiz yaxshi bo'ladi, ko'zingiz yaxshi bo'ladi, umurtqalaringiz qotmay qoladi. Shunaqa narsada bu ichkaridagi vrachning uyg'onishligi. Shuning uchun harakat qilish kerak bunaqa narsalar. Keyin Parkinsonizm kasalligi haqida so'rayaptilar. Bizda hozir o'tgan kuni bitta Parkinsonizm kasalligi keldi.
kelganlarida mana bu joylarni ushlab ko'rsam, mana bo'yin tomonlarini ko'rsam, shuna qotib yotibdi-da. Endi bo'yinda mana shu arteriya vertebralis bor, bosh bilan qon kirib keladi-da. Endi tasavvur qiling, bitta ariqning bo'yi, bosh bu ariq bekilib yotibdi, qon o'tmayapti. Qanaqa qilib boshni tiklash mumkin? Uni mana shu parkinsionizm bo'lishidan oldin siz bugun bo'yningizni yaxshilab massaj qilib qo'ying yoki uydagilarga ayting, massaj qilib yuborsin. Shu boshni parkinsionizm bo'lishgacha kutish kerak emas. Shu ozgina massaj qilib yuborsangiz shu yo'llari ketadi-ku. Yoki bo'lmasam yelkalarni massaj qilsangiz ketadi-ku. Oldimizga kelgan yelkalar qotib ketganda, yelkalar qotib, qo'llar uvishib, yelkalar ko'tarib bo'lmaydi. Qo'llar boshiga yetmaydi. Shungacha yurmaylik, harakat qiling, gimnastika qiling, massajni qildirtiring. Shundan ham tuzaladi. Shu parkinsionizm bo'lgan odamga keyin o'tingizni dubaj qiling, tushuntirdik. O'tingizni dubaj qiling, jigaringizni oching, tushuntirdik jigarni ochishni, issiq qo'ying, tushuntirdik uni ham. Oddiy narsalarni qilaylik, shundan ham tuzalib ketib boshlaydi. Ba'zida shundan ham oldin olsa bo'ladi. Yengil holatlarda qilsangiz bo'ladi. Agar qiyin bo'lib ketgan bo'lsa, endi uni ancha-muncha ish qilish kerak. Yurak nima og'riydi? Mana yuragim. Yurak nima uchun og'riydi deyapti? Yurak og'rishining asl sababi bittasi kislorod yetishmovchiligi sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni ishemiya, gipoksiya deydi. Kislorod yetishmovchiligining sababi asab bo'lishi mumkin. Kislorod yetishmovchiligining sababi qoningiz quyuq bo'lishi mumkin, ateroskleroz bo'lishi mumkin yoki ko'p ovqat yeyotgan bo'lishi mumkin yoki o'zi qoningiz kam bo'lishi mumkin. Hamma sababni ko'rib chiqingda, o'shalardan keyin yurakda og'riqni to'xtatsa bo'ladi. Men bitta sababini aytaman. Mana hozir umurtqa pog'onasi orqa tomonida kuraklarim o'rtarog'ida shunday nuqtalar bor. Shunday bossangiz og'rib, qotib, sanchiq bo'lib yotibdi-da. O'sha sanchiq bo'lgan joylarni odamlar ochmaydi, yuragim qisyapti deyveradi. Yurakni ekiga qilsangiz, yurakni joyida ekiga hech qanaqa o'zgarish yo'q. Shunda siz orqadagi shu qisib turgan joyni ochib yuboring. Shu orqadan kelayotgan joyni ochib yuborsangiz, mana yurak deb nafas oladi-da. Nafas olgandan keyin yuragingiz sekin urib qolish to'xtaydi, sanchib qolish to'xtaydi. O'shaning uchun harakat qilishingiz kerakki, birinchi yuraklardan nimasini ochishga, ya'ni yuragingizni yaxshi ochib berishingiz kerak bo'ladi. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Poliartritning davosi bormi? Poliartritda to'g'risi reumatoidning poliartrit haqida so'rayaptilar, adashmasam. Reumatoidning poliartriti ko'p davolanish kerak va ko'p mashq qilishlik kerak. Davolangan kasallarimiz bor, ko'rganman, qilganmiz, hammasi emas. Chunki hamma ham qila olmaydi buni. Ya'ni shu reumatoid poliartritda o'zini to'g'irlash kerak, sovuqdan ehtiyot bo'lish kerak, tanani qizdirtirib chiqish kerak, ertalab harakat qilish kerak, yurish kerak. Hamma ham qila olmaydi. Chunki ular ertalab karaxtlik degan narsasi bor. Ertalab yura olmaydi, tura olmaydi. O'shaning uchun juda qiyin bo'ladi. Gonoartrozda chap tizzamda shish bor deyapti. Gonoartroz degani tizza bo'g'imini, ya'ni tizza bo'g'ining yallig'lanishi, shu yerda tuz yig'ilib qolishi. Ana shunday paytlarda ba'zi bitta holatda bizning bir qarindoshimiz bor edi. Shunday mashinaga minardi, bir 30 kilometr joyga borgunicha oyog'i tolib, o'zi yosh yigit, masalan 35-40 atrofidagi odam, borguncha oyog'i tolib, charchab, bir marta tushib, oyoqlarini cho'zib olib, qaytadan yurib olib, yana keyin minadi. Keyin u bitta klinikaga ko'rindi, keyin MRT qildi, u bo'lmadi, tuzalmadi. Keyingisi haligi Termizga buyurishdan oldin keyin menga telefon qilib qoldi, nima qilayin deb. Keyin men aytgan narsam ovqatingizni to'g'irlang dedim. Ovqatni to'g'irlagan paytda nima bo'ladi desangiz, tuzlar chiqib ketib qoladi. Oyog'ingizda tuzlar chiqib ketib qoladi. Haligi 2 oy, 3 oydan beri tuzalmayotgan odam 1 oyga bormasdan ovqatlanish to'g'irladi. Undan keyin shunaqa yaxshi foyda berdi. Shunaqa yaxshi o'zgardi. Bo'yinni osteoxondrozni, mana bu yerdagi bo'yinni osteoxondrozda ishoratda qanaqa qilib davolasa bo'ladi deb so'rayaptilar. Bo'yin osteoxondrozining mashqlari bor, gimnastikasi bor. Lekin gimnastikasi qilishdan oldin bu tomonda ovqatingizni to'g'irlang, ichaklaringizni oching, birinchi o'tlaringizni dubaj qiling, undan keyin mashq qiling. Bo'yningizni bu yoqqa tortib, mana bu yoqqa 10 ta tortib, yoki orqaga qilib, yoki oldinga qilib, yelkalarni pastga ko'tarib, yaxshilab mashq qilsangiz, mana shu bo'yin sohasiga mashq qilsangiz, shu bilan yengillashadi. Lekin har kun qiling, bir kun qilib, bir kun qilib qo'ymang. Har kun qiling, tinimsiz qiling. Undan keyin uydan biron bitta odamga aytib turib, massaj qildirib yuboring. Yoki bo'lmasa hijoma qilmasangiz, banka qo'ydiring yoki yaxshilab massaj qilsangiz, o'sha kuni tuzaladi. O'sha kun yengil bo'lib qoladi. Mana shu issiq qo'ysangiz bo'ladi. Mana shu kuraklar atrofiga yelkalar qotib yotgan parafin qo'ysangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa oddiy haligi issiq gorilkalarni qo'ysangiz bo'ladi. Juda yaxshi foyda beradi inshaalloh. Soda ziyon emasmi debdilar. Ya'ni chang sodani kapinsa ham qilsa bo'ladi. Hech qanaqa zarari yo'q uning. Kapinsa qilsa bo'ladi. O'zi kapinsa qilinadi. Shifoxonalarda kapinsa beriladi.
uni ichirish mumkin. U narsa zararli narsa emas. Faqatgina ovqatga yaqin ichish mumkin. Masalan, ovqatga yaqin ichsangiz, ovqatingiz hazm bo'lmay ichingizga tushirib yuboradi. Shuning uchun hech qanaqa chayin sodani biron bitta zararli tomoni yo'q. Faqatgina ba'zi bir holatlarda odamlarga qo'rquv bor, oshqozonining shilliq qavatini yemirib, tekislab bir narsada qilib tashlaydi deydi. Men 35 yildan beri, 20 yildan beri mana shunaqa ichadigan odamni bilaman. Oshqozoni ham joyida, o'ti ham joyida. Oshqozon bizdan ko'ra yaxshi ishlaydi. Hech qanaqa 65 ga kirganlar juda yaxshi yuribdi. Hech qanaqa shikoyat yo'q. O'zingiz amal qiling. Rahmat. O'zim amal qilishga harakat qilaman. Ajoyib maslahat. Albatta o'zim ham amal qilishga harakat qilaman. Sizlarga ham shuni ulashishga harakat qilyapman. Qizim 23 yoshda, ichi qotadi, ko'ngli ayniydi. Endi ichaklari yopishib qolgan deyapti. Lechini oldi. Bugun 5-kun. Ichini 6 kun ham qayd qildi. Nima qilsa bo'ladi? Agar ichaklari yopishib qolib, ichi qilayotgan bo'lsa, bitta sabab u o't qopi ishlamayapti hozir. Magnit sulfatni dubajda tushuntirganman. Dubajda qiling siz. Dubaj qilgandan keyin yoki Sano choy degan choy bor, o'shani oling da ichiring. Sano choyda damlab ichiring, keyin yaxshi ovqatlanishni to'g'rilang. To'liq tuzaladi. Hech qanday muammo. Faqat siqilishni yo'qotishga harakat qiling. Ya'ni ko'p siqilmasinlar. Siqiladigan bo'lsa, unda yaxshi foyda bermaydi. O'sha o't qopini dubajni qiling, juda yaxshi o'zgaradi inshaalloh. Prostataning qanday davosi bor? Tavsiya qilasiz? Rossiyada prostataga kanifron foyda qiladimi? Prostataning ba'zi bitta prostata bo'layotgan odamlarga asl sababi sovuq qotish bo'ladi. Oyog'ingiz zax o'tib ketib qolish yoki bo'lmasa tahorat olganda sovuq o'tish yoki bo'lmasa yaxday suvni ichish bo'ladi. Birinchi sovuqlikni hammasini cheklang, undan keyin imkon bo'lsa qovoq ustiga issiq qo'yingda massaj qiling. O'sha sohalarda undan keyin kanifron ichsangiz foyda beradi, lekin sovuq qotib qolganda kanifron foyda bermaydi. O'shaning uchun isitib massaj qilib keyin kanifron ichsangiz unda foyda beradi inshaalloh. Faqat sog'likka yo'qoting. Sog'lik foyda bermaydi. Tomog'imda balg'am bor, ichaklarda ham tashqariga ham chiqmaydi. Nafas olishga qiynalaman. Nima qilsam bo'ladi? Uy sharoitida davosiga maslahat bering, ukajon. Rahmat. Balg'am bor. Balg'am bo'lishi, tomoqda balg'am kelishi birinchi sabab yo'g'on ichakda kalit bo'ladi. Yo'g'on ichakda kimda kalita bo'ladigan bo'lsa, ana shunda balg'am ko'p chiqmaydi. Endi ular nima qilish kerak? Birinchi ichakda qizdirishingiz kerak. Qizdirishlik uchun agarda organizmni bitta yaxshilab surib olsangiz bo'ladi. Undan keyin haliga aytganimdek chayin sodali ichib turib, har kuni ertalab ichingda, undan keyin o'pkalarga massaj oling. Keyin qustal hindi degan narsa bor. Qustal hindi degan bir kapsula bo'ladi. U tanani qizdiradi, yo'tallarga foyda beradi, balg'amni ko'chirtiradi. Chayin sudi ham balg'am ko'chiradi. Mana nafaslari qisilib yotgan odamlar nima qilsa, zo'r foyda beradi. Bemalol ichsangiz nima qiling. Keyin ko'proq suyuqlik ichishga harakat qiling. O'shanda suyuqlikda balg'amlar nima qilib yumshaydi. Keyin chayin soda ingalyatsiya qilsangiz bo'ladi. Chayin sodani 2 litrli qaynagan suvga solasiz, bir choy osh qoshiq solasiz, undan keyin yaxshilab qilasiz, aylantirib o'shani bug'da nafas olasiz. Deb tortasiz, ya'ni burunni og'izdan tortganingizda issiq bug'dan chayin soda kiradi, undan keyin ancha-muncha ichaklari yumshatadi. Ba'zan ich ketishi bo'ladi, lekin qorin og'rimaydi. 5-6 marta ba'zan kekirish bo'ladi. Ich ketish bilan kekirish bo'layotgan bo'lsa, bu o't qopingizda buzilish va yo'g'on ichagingizda buzilish bo'ladi. Buni to'g'rilashingiz uchun hali aytganimizdek bitta dubajda qilasizda, undan keyin ovqatlanishni to'g'ri va o't qopi sohasini massaj qiling. O't qopi sohasi mana bu yerda o'ng qovurg'a tagida bo'ladi. Mana bunday holatda massaj qilsangiz bo'ladi. Ya'ni shunaqasiga bir 50 ta 100 ta qilib yaxshilab tortib ikkita tomondan massaj qilsangiz, undan keyin juda yaxshi foyda beradi. Deb yuraman, har doimdan hech ham isimayman. Ya'ni bitta mijozimiz aytayaptilar, doim sovuq qotaman, isimayman deyaptilar. Agarda siz doim sovuq qotayotgan bo'lsa, isimayotgan bo'lsa, unda qon yaxshi aylanmayapti sizda. Bu unaqa odamlar ba'zi to'la bo'lishi mumkin, ba'zi ozg'in bo'lishi mumkin. Ozg'inlarda ham bo'ladi, to'lachalarda ham bo'ladi. Endi to'lacha odam ozdirish kerak, kichkina. Ozdirish kerak, keyin qizdirish kerak. Qizdirish uchun har kuni ertalab harakat qiling, yuring. Yuguring, organizm qizib ketib qoladi. Undan keyin harakat qilganingizda shu organizmda yog'lar eriydi, yog'lar erigini energiya ishlab chiqaradi. Energiya ishlab chiqargandan keyin bu o'sha tanangiz qizib, undan o'z-o'zidan yog'lar parchalanib ketadi. Lekin siz shunaqa odamlar gipotireoz degan narsa bor. Mana zobingizni bitta tekshirib turib oling, zobingizda gipotireoz bormi yoki yo'qmi? O'shalar bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha juda yaxshi foyda beradi. Agar gipotireoz bo'lsa, unda gipotireozga borishingiz kerak. Yana savol beryaptilar, buyrakda toshim bor, buyrakda toshni nima qilsam bo'ladi deyaptilar. Buyrakdagi toshingiz suv-tuz almashuvidan bo'ladi. Suv-tuz almashuvi bo'lishi ko'p sho'r ovqat yeyishi yoki bo'lmasa kam suvni ichishlik yoki bo'lmasa yo'g'on ichangiz yaxshi emasligi va buyragingizda shamollash borligi uchun. Endi yo'g'on ichangiz ichingiz qotmasin, ichingiz qotishini yo'qoting.
har kun bir marta, ikki marta ichingiz kelsa, undan keyin suvni ko'proq ichingda kanifron yoki bo'lmasa pol-pola degan choy bor aptekalarda. Shunday choyni yaxshilab olib iching. Ichganingizdan keyin buyraklarga ustiga issiq qo'yingda, belingizgacha bandiga kirasiz, belingizgacha issiqqina suvni qo'yib turib, sekin haliga faqat toshingiz katta bo'lsa qilmang, kichkina bo'ladigan bo'lsa shunday ishlar qilasiz. 1 oy, 2 oy davomida ya'ni kanifron ichib yursangiz, sekin toshlar erib o'zi chiqib ketib qoladi. Hech qanday qiyinchilik bo'lmaydi inshaalloh. Ha, tizzada yemirilish borlarga nima anaqa qilasiz debdi. Bitta xolamiz ham keldi, shunday tizzalarda yemirilish bor ekan. Tizzada yemirilishda yana bitta mavzu qilib tushuntiraman uni. Mana shu ikkita bo'g'im bo'ladi. Mana bu pastdagi bo'g'im, bu yuqoridagi bo'g'im. Bu pastdagi bo'g'im bilan yuqoridagi bo'g'imni mushaklar bog'lab turadi, mushaklar. Shu mushaklar sovuq yegandan keyin spazm beradi. Spazm bergan oyog'ingizda sovuq qotsa, masalan, avtobusda yurganingizda yoki oyog'ingizda sovuq qolsa, yoshi kattalarda sovuq o'tadi. Oyog'idan sovuq o'tadi-da, sovuq o'tgandan keyin oyoqlari tortishadi, tomirlar tortishadi, mushaklar qotadi, yoki bo'lmasa bo'g'imlar bir-biriga yaqinlashadi. Bo'g'im yaqinlashgandan keyin mana bo'g'imlar yaqinlashib bir-biriga, keyin ishqalanganda og'riydi. Mana bu ishqalanganda og'riydi. Shunday paytda sizning bo'g'imingizda og'riq paydo bo'ladi. Uni nima qilishingiz kerak desa, birinchi bo'g'imda emas, mushakdagi spazmni olishingiz kerak. Mushakda massaj qiling. Bizga kelgan shunaqa, men ham natija aytib qo'yaman, bitta yarimta odam bo'lmaydi degan narsa bo'lmasligi uchun bitta opamiz massaj qilib kelgan, ikkita oyog'i ham yurmay qolgan, massajdan keyin bitta oyog'ini operatsiya qildirdi, ikkinchisini qildirmay ketdi. Yurishga, turishga juda qiynaldi. Keyin bizning oldimizga kelgandan keyin men aytdim, "Opa, buni davolasangiz bo'ladi." Nabiralarni davolatgani keluvdilar. Keyin biz ularni massaj qildik. Mushaklarim 3 kunda ochilib ketib qoldi. 3 kunda haligi operatsiya qilingan oyog'i ham zo'r, operatsiya qilinmagan oyog'i ham zo'r, chopib yurdilar, juda yaxshi o'zgardilar. Shuning uchun juda yaxshi o'zgaradi. Meni pochkam 2 oydan beri pochkam og'riydi. Nima qilsam bo'ladi deb savol beryaptilar. Ya'ni pochkangiz 2 oydan beri og'riyotgan bo'lsa, sovuqqa ehtiyot bo'ling. Ya'ni nima sovuq narsa yeyapsiz, nima sovuq narsa ichyapsiz, qayerda sovuq yuribsiz. Yoki bo'lmasa sizda terlab qayerga sovuqqa o'tdingiz, terlab qayerga sovuqqa kiryapsiz, o'shaga ehtiyot bo'ling va keyin issiqqina massaj qildiradi. Issiqqina massaj qildiradigan bo'lsa, inshaalloh juda yaxshi foyda beradi. Shunaqa yaxshi o'zgaradi. Buyraklarga toshlardan savol beryaptilar. Buyraklarda toshlarni aytdim. Chap bizning manzilimizni so'rayaptilar. Ya'ni Surxondaryo viloyati Termiz shahridanmiz. Hech qayerim og'rimaydi, nima qilishim kerak? Hech qayerim og'rimaydi debdilar. Nima qilishim kerak? Allohga shukr qiling va ibodatni yaxshi qiling va o'shani ushlab qoling. Har kuni harakat qiling, yanada og'rimasligingiz uchun. Yanada harakat qiling, yanada zo'r bo'lishingiz uchun. Xursandman siz uchun, agar xursandman, hech qayeringiz og'rimayotgan bo'lsa. Keyin assalomu alaykum. Yelka va bo'yin osteoxondrozda qanday davolasa bo'ladi? Uni tepada aytdim. Bemalol anaqa qilishingiz mumkin. Yelka va bo'yinda aytdim. Nima qilsa bo'ladi? Ya'ni muvozanatni saqlash uchun nima qilsam bo'ladi deyapti. Muvozanatni saqlash uchun nima qilishlik kerak? Birinchi mashq qilish kerak. Ya'ni ikkita qo'lni ikki tomon yoyasizda, aynan joyingizda aylanib turib mashq qilsangiz bo'ladi. Yoki Tibet lamalarining 5 ta ajoyib mashqlari bor. 5 ta ajoyib mashqlari kim sog'lom bo'lmoqchi bo'lsa, yosh bo'lmoqchi bo'lsa, baquvvat bo'lmoqchi bo'lsa, yoki bo'lmasa bu muvozanatni zo'r saqlamoqchi bo'lsa, shuni qiling. Iltimos sizdan qiling, shuning uchun ko'rasiz, juda yaxshi foyda beradi. Azon terapiyani foydasi bormi? Azon terapiyada foyda bor. Azon terapiyadan xohlasangiz azon terapiyani olaman deb qayerlarga yurgandan ko'ra, men sizga oson azon terapiyani aytaman. Aptekada vodorod perix degan narsa bor. U vodorod perixning ichida tayyor kislorodi bor. O'shani olib kelingda 3 tomchidan 5 tomchidan suvga tomizib iste'mol qiling. Bu sizga tanangizga kislorod bilan ta'minlashga yordam beradi, yoki bo'lmasa o'sha tanangizni yengillashtirishga yordam beradi. Men hozir keldim, ovqatlanish tartibini boshqatdan ayting. Yana ba'zi bitta odamlar aytayaptiki, qanaqa qilib ovqatlansam bo'ladi? Hozir aytaman, bitta ovqatlanishni aytaman, undan keyin yana sizlarga alohida mavzu qilib beraman. Shu 100 yoshga kirishda sababida qanaqa qilib ovqatlansa bo'ladi. Birinchi to'g'ri ovqatlanmoqchi bo'lsangiz, sizdan iltimos birinchi ovqatingizni chaynab yeng. Ya'ni yegan ovqatingizni og'izga kirgandan keyin shoshib tat yeb tashlamasdan, bizning ustoz aytdiki 1 minut chaynanglar deb aytgan. Men sizga yarim minut chaynang deb aytaman, chunki 1 minutga sabringiz yetmasa shunaqa qiling. Ikkinchi qilishingiz kerak bo'ladigan narsa, kechqurungi ovqatni to'xtating. Meva, sabzavot yesangiz bo'ladi. 4 dan keyin, obeddan keyin 2 mahal ovqatlaning. Ertalab ovqatlaning, tushlikda ovqatlaning. Xalqimizda qonun bor, ertalab kuni o'zingga ye, obed kuni o'rtog'ingga ber. Obedda o'rtog'ingizning, ertalab o'zingiz yeng. Kechqurun dushmanga bering. Kim yesa yesin, yemagan o'ziga va nima bo'lsin.
Sog'ligingizni saqlamoqchi bo'lsangiz shunga e'tibor bering. Keyingisi qilishingiz kerak bo'lgan narsa non iste'mol qilmang. Non o'rganib qo'ygan bo'lsangiz, ozroq qora non iste'mol qilsangiz bo'ladi. Oq non iste'mol qilmang. Oq non sizda oq ajal bu, oq zahar bu, oq non juda ko'p zararli tomoni bor. Shuni kamaytirishga harakat qiling. Keyingisi yana bitta to'g'ri qilishingiz kerak bo'lgan narsa, hamma narsa haqida o'ylayvermang. Kuling, jilmaying, mazza qilib yashang. Hamma muammo haqida o'ylamang. Hozir mana bu yerga bitta ajoyib insonlar bor, yaxshi gaplar yozyapti, barakat topsin, lekin men ular haqida o'ylamayman. Ular o'zining kallasi bilan yozdi-ku, ular o'zining kallasidan javob beradi. Shuning uchun men o'zimning kallamda o'zimni juda ular uchun tushirgim kelmaydi, ular uchun kayfiyatim buzgim kelmaydi. Siz ham hammaga kayfiyatingizni buzmang. Hamma nima desa o'zining kallasi bilan deyapsiz. Siz o'zingizning kallangizni o'ynang va o'zingizning kallangizdan yashang. Keyin har kun ertalab nafas gimnastikasini qiling. Har kuni yuring, har kun nafas gimnastikasini qiling. Ana shunda tanangizda qotadigan joylar bo'lmaydigan bo'lsa, ishoning tanangiz yosh ko'rinadi, yosh ko'rinasiz. Hozir xolamizdan 2-kursga kelganlar shunaqa yuzlari tiniqlashgan, shunaqa yaxshi foyda bergan, shunaqa yaxshi o'zgaradi. Gipotozga boshqa nima kasallik bo'lsa, men hozir aytayotgan narsani qiling. Hali men yana bitta video qilaman inshaalloh. Mana shuni batafsil tushuntirib beraman. U organizm qanaqa ishlaydi? Apoptoz degan, avtofagiya degan narsalar bor. Organizm o'zini o'zi yoshartiradi. Organizm o'zini o'zi tiklaydi. Organizm o'zining o'lgan hujayralarini o'zi to'g'irlab chiqaradi sizdan so'ramasdan. Agar to'g'ri ovqatlansak, agarda siz uni tiqiltirib tashlayversangiz, ovqat yeyversangiz, har narsa solaversangiz, hech qachon o'zini o'zi tiklamaydi. Salomat bo'lasizlar. Alloh taolo xayrli qilsin. Rahmat. Bu videoning tagiga telefon nomerlarini tashlab qo'yaman. Savollaringiz bo'lsa Telegram kanaliga o'tib beringizlar. Imkon darajasida javob beraman. Gruppadagi savollarga shaxsiyga yozganda javob bera olmayapman, chunki juda ko'p odam yozyapti. Salomat bo'lasizlar. Alloh taolo xayrli qilsin.